Bir kuni yer yuzining bir burchagida barcha inson his-tuyg'ular va hislatlar to'planishdi. Zerikish tuyg'usi 3-marta esnaganida jinnilik hislati kelinglar, berkinmachoq o'ynaymiz deb taklif qilibdi. Birinchi bo'lib tanballik yashirinib oldi. Yo'l bo'yidagi eng yaqin tosh ortiga joylashib, ishonch osmonlarga ko'tarildi. Hasad soyada pana topdi. Qo'rquv daraxt ortiga yashirinib oldi. Yolg'on dengizning tubiga sho'ng'idi. Aslida esa yolg'on kamalakning ichiga yashirinib olgandi. Faqat mehr-muhabbat qayerga yashirinishni bilmasdi va u oxirida atirgullar to'plamini tanladi. Natijada jinnilik hammani topdi, faqat mehr-muhabbatni topa olmasdi. Jinnilik atirgullar shoxlarini surib qaraganida o'tkir tikonlar mehr-muhabbatning ko'zlarini yaraladi. Shu kundan boshlab mehr-muhabbat ko'r, jinnilik esa uni qo'llaridan yetaklab yuradigan bo'ldi. Muhabbatning ko'zi ko'rligidan sevib qolar eshakni ham tentakligidan. Ehtimol bu videoni boshqa ko'rmassiz, lekin obuna bo'lsangiz yanada qiziqarli videolar bilan aqlan rivojlanasiz.